Vidrinkni birinchi yulduzli mehmoni o'zimizni do'stimiz ukamiz Begzod, ya'ni Begipo bo'ldi, xudo xolasa. Kan Begi vidrikdan bir ichib ko'rgan. Chesti barini boricha. Mazali ekan. Yetami? Boshqacha ekan. Boshqacha narsa bu, neobычный bu. Hamma tatib ko'rgan ta'mlarimiz hech qaysidan o'xshamaydigan ta'm ekan. Butun dunyo bo'ylab adashmasam 3000 dan ziyod filiali bor. Hozir shuni yana именно Darytal aytib keldik, xudo xolasa, Xorazmdagi birinchi filialni. Zo'r bo'lib turadi. Ichimliklari, qara, morojniy, klubnichli, vaflilari bilan. Morojnidan 1-2 Bugun necha bosasiz? bugundan boshladik. Haqiqiy cho'p gapman. Birinchi zavod rostdan ko'pchilikga baribir qiziq. Vaflili morojniy 40 ming 50 mingdan kam yo'qdan. Baho aytib odatda 25 ming so'm. O'zim hayron qoldim bahosiga. Yomon tam arziydi ekan lekin. Boshqacha, ha? Haqiqatan arziydi. Haqiqatan zo'r, обязательно kelib yeb ko'rsangiz, menimcha tavsiya qiladi deganlar. Albatta. Bir marta yeb ko'ringlar, xullas. Ishining bo'lib tursa, uyaltirmaydilar, haqiqatan. Xudo xolasa bu polni yondan nazorat etiladi hamma narsa. Franshiza-ku. Retsept